Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga Uyg'ur qatorliq turk millatlarning tarixi va madaniyatini butunlay burmalash uchun bir qism yolg'on tarixiy o'yinlarni o'ydirib chiqmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Xotan viloyati Xotan noyasi Bag'chi yezisi Bozorbo'yi kentida yangidan yotgan qadimiy shahrini qurib chiqqan. Mazkur sayohat o'rnini atalmış Şinjan Meyvechilik cheklik shirkati bilan Xotan noyalik doiralar birlikda yasab chiqqan. Bu sunniy qadimiy shaharning qurilishini butunlay Xitoy uslubi bo'yicha selib chiqqan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Iqtisod va ijtimoiy ishlar ministrligi e'lon qilgan 2022-yillik Dunyo nopsi dokladida Xitoy nopsining 2023-yildan boshlab ozishga boshlaydiganligi va 2100-yilga borganda bugungining yarimiga yaqin seviyaga tushib qolganligi mo'ljallanadi. Yana bir tarafdan Xitoy Davlatlik Sahiya komitetiga qarashli oila va nops bo'limining mudiri Yang Winjuang nops yig'inida qilgan so'zida Xitoy nopsining ish sur'atining ko'rinarlik ostilganligini bildirdi. Yang mundaq dedi: 2021-yildan 2025-yilgacha bo'lgan 14-5 yillik plan mezgilida nopsining ko'payishi manfaga o'zgaradi. Amerika hukumatı dunyodagi eng chong telegraf uskunalari shirkatining biri bo'lgan Huawei'ni Xitoyga josuslik qilish bilan ayblagan edi. Bu qitim Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI Xitoyning Huawei shirkati ishlab chiqarayotgan uskunalarni Amerika yadro ombirining aloqasiga qarshilik qiladi deb bekitgan. Xabar qilinishicha, g'arbiy shirkatlarning Xitoy va Rossiyaga birlikda elib berayotgan CR-929 yo'lovchilar aeroplani turiga qatnashmoqchi bo'lishi, ishlab chiqarish va foydadan tang bahramon bo'lish masalasida ixtilof paydo qilgan. Saudiya Arabistonni ziyorat qilgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Jiddadagi Al-Salom ordusida Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad ibn Salman tarafidan qarshi olindi. Qozog'iston prezident ishxonasi bayonotida ikki taraf orasida savdo va mablag' silish hamkorligining muzokara qilinganligi xabar qilindi. Prezident To'qayev yana Kabani ziyorat qilganligi bildirildi. Katoliklarning ma'naviy doisi va Vatikan prezidenti Rim papasi Fransis Kanadadagi cherkov yataqliq maktablarda yerlik bolalarning ziyonkashlikka uchraganligi va xo'rlanganligi sababli kechirim so'radi. O'zining Kanada ziyoratini tavba safari deb tasvirlagan Papa, Edmonton shahridagi ziyoratining birinchi bekatida yerlik xalq rahbarlari, yataqliq cherkov maktabida hayot qolganlar va siyosiyonlar bor bo'lgan ommaviy faoliyatga qatnashdi. Bu masalani ko'zitib kelayotgan Uyg'ur faoliyatchilari Papaning Xitoyning irqiy qirg'inchilikka uchragan Uyg'urlar uchunmi bir ish qilib berishni umid qiladiganligini bildirdi.